Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Darsimizni boshlaymiz. 12 darsimiz arab tili fanidan. اللغة العربية الدرس الثاني عشر. Mavzuyimiz arab tilida harakatlar, al-artikli, shamsiya va qamariya harflari deb nomlanadi. Demak, rejamiz 3 qismdan iborat. Harakatlar, al-artikli, shamsiy va qamariy harflarga bag'ishlanadi. Qisqa unlilar arab tilida ustiga yoki ostiga qo'yiladigan maxsus belgilar bo'lib, ularning nomi harakatlardir. Arab tilida uniylarni ifodalovchi harakatlar soni 3 ta. Ular quyidagilar. Demak, birinchi harakatimiz fatha. Bu qisqa ha unliysini ifodalaydi. Demak, bu yerda yozib ko'rsatilgan satr ustiga qo'yiladi. Da va ra. Keyingi harakatimiz kasra. Bu qisqa i'ni ifodalaydi. Di, uy, ri, sa, si. Sasi qo'shib yozilgan bu yerda. Demak, ulab yozilishi ko'ryapsiz. Fatha, keyin ga, singa kasra qo'shilgan, fatha qo'shilgani sa, kasra qo'shilgani si tarzda o'qiladi. Va domma, uchinchisi bu uni ifodalaydi. Du, u. Endi bu yerda uchta harakatni qo'shib o'qish ko'rsatilgan. Sa, si, su. Demak, to'rtinchisi bu to'xtashni ifodalovchi, ya'ni pauzani ifodalovchi harakat ham arab tilida mavjud. Masalan, maxrajun, madxalun, madrasatun, mad, max, mana shunday to'xtalishlarda shu harakat qo'yiladi. Bu yerda demak ikkita so'z ko'rsatib o'tilgan. Harakatning nomi sukun. Rad, rad, ya'ni radd deydi to'xtaganimiz uchun dni tepasiga mana bunday dumaloq belgi qo'yilgan. Mana shu sukun. Va keyingi so'zimiz bab, bab, bab deb bda to'xtayapmiz oxiri. Bu yerda ham sukun harakati qo'yilgan. Sukun harakati ya'ni so'zni o'rtasida ham keladi. O'rtasida, ko'pincha o'rtasida keladi. Chunki arab tilida so'z oxirida ko'pincha unlilar keladi. Shu sababli so'z o'rtasidagi to'xtashni ifodalaydi. Endi bu yerda biz bu so'zlarda ma'no yo'q, shunchaki yozilishini ko'rsatib berdik. Demak, tanvin va tashdid harakatlari ham arab tilida mavjud. Ular ham xuddi yuqoridagi unlilar hamda to'xtashni ifodalagan harakatlar kabi ishlatiladi. Masalan, bu harakatlardan birinchisi tanvin damma. Ya'ni arab tilidagi bosh kelishdagi so'zlar un qo'shimchasi bilan tugaydi va bu no'zak qo'shimcha hisoblanadi. Mana shu harakat no'zak un qo'shimchasini biz tanvin damma bilan ifodalaymiz. Masalan, darun so'zi yozilgan, mana bu oxirida ko'rganingiz. Endi bu yerda kompyuter shriftlarida bu har xil chiqadi. Yozuvda yozganimizda demak 6 va kichik 9 ga o'xshagan harakat bilan ifodalaymiz. Ya'ni vergulchalarga o'xshagan, faqat birinchi 6 ga o'xshagani yozib, keyin 9 ga o'xshaganini yozamiz. Darun, darun, hovli. Ikkinchi harakatimiz tanvin kasra deb nomlanadi. Bunda in so'z oxiri no'zak qo'shimchasiga qo'yiladi. Darin, darin. Keyingi harakatimiz tanvin fatha deb nomlanadi. An so'z oxiri no'zak qo'shimchasi. In, an bular demak boshqa kelishik qo'shimchalar hisoblanadi. Demak, darin bu tanvin kasra, tanvin fathani ko'radigan bo'lsak, an so'z oxiridagi no'zak qo'shimchasi an, daran. Demak, daranda muzakkar so'zlarda alifni yozish kerak. Daran. Keyingi so'zimizda demak biz tashdid harakatini ko'rib chiqamiz. U shadda deb ham nomlanadi. Ikkita undosh tovush yonma-yon kelganda bittasi yoziladi va ustiga tashdid qo'yiladi. Va shu tariqa bu ikkitaligidan ma'lumot beradi. Bu tovush ikkitaligidan ma'lumot beradi. Bu holat. Demak, bavvabun ko'ryapsiz. Vov ikkita, bitta vovni yozib tepasiga tashdid qo'yamiz. Demak, tashdid harakatini ko'rib turibsiz. Bavvabun. Endi al artikli haqida gapiradigan bo'lsak, al artikli alif va lam harflaridan tashkil topadi, qo'shib yoziladi. Bu so'zlarda aniq holatni ifodalaydi. Bunday tushuncha o'zbek tilida bo'lmaganligi sababli biz bu tushunchani shunday tushunamiz. Misol uchun arab tilida un bilan tugagan, oldiga al olmagan so'zlar noaniq holatda bo'ladi.
Ya'ni misol uchun baytun qandaydir uy, babun qandaydir eshik. Mana shuni biz aniq holatda aytmoqchi bo'lsak, ya'ni biz bilgan uy, biz bilgan eshik tarzida aytadigan bo'lsak, bunda al baytu yoki al babu tarzida aytamiz. Masalan, bu ko'proq ingliz tilida shunday tushuncha mavjud. Misol uchun book, a book qandaydir kitob bo'lsa, the book aniq kitob. Shunga o'xshab ketadi. Ya'ni arab tilidagi al artikli xuddi ingliz tilidagi the artikli bunaqa vazifani bajaradi. Demak, so'zlarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda al artiklini qo'shamiz. Kitabun. Demak, bu yerda so'z oxirida un bilan tugayapti. Qandaydir kitob. Kitabunga al artiklini qo'shganimizda, demak, so'z boshidan qo'shamiz va tanvin dommamiz dommaga aylanib ketadi. Ya'ni nuni tushib qoladi. Al kitabu, kitabun, al kitabu. Kitabun qandaydir kitob, al kitabu aniq kitob. Babun. Bunga ham al qo'yganimizda al-babu qandaydir eshik. Babun al-babu aniq eshik. Demak, g'urfatun al-g'urfatu tarzida bo'ladi. Demak, g'urfatun qandaydir xona, al-g'urfatu tanish biz bilgan xona, aniq bir xona. Demak, al artikli to'xtaladigan bo'lsak, al artikli un qo'shimchasi emas, boshqa, ya'ni u hamda alif maqsura bilan tugagan so'zlar al artiklini olganda oxiridagi holat o'zgarmaydi. Misol uchun akbaru, al akbaru, ya'ni al siz ham u bilan, alni olganda ham u bilan keladi. Yoki musiqo, al musiqo, bunda ham xuddi shunday. Kubro, al kubro, bunda ham xuddi shunday, ya'ni so'zni oxiri o'zgarmaydi yozilishda. Demak, al artiklida lom harfi ba'zi harflardan keyin talaffuz qilinmaydi. Bunda so'z boshlangan harf ikkilantiriladi. Aldagi lam yoziladi, ammo o'qilmaydi. Bunday harflar al-hurufu shamsiya yoki al-huruf ash-shamsiya, ya'ni quyosh harflari, shamsiy harflar deb ataladi. Ularning soni 14 ta. Misol uchun shamsun so'ziga al qo'yganimizda al-shamsu emas, ash-shamsu tarzida o'qiymiz. Arabcha yozuvni ko'rganimizda, demak, shamsun, lekin alni yozamiz, al o'qilmaydi. Ash-shamsu oxiridagi tanvin lomma tanvinga o'zgaradi, ya'ni nun tushib qoladi. Shamsun, ash-shamsu, taqsun, at-taqsu. Demak, bu yerda ham al-taqsu deb o'qimaymiz, at-taqsu. Demak, taqsun, at-taqsu. Bu yerda shamsiy harflarni teskarisi bu qamariy harflar, al-huruf al-qamariya, ya'ni oy harflari. Oy harflaridan boshlangan so'zlar al qo'shimchasini olganda faqat tanvin tushib qoladi, xolos. Lam yoziladi va la o'qiladi. Misol uchun bintun al-bintu, ya'ni bu yerda faqat nun tushib qolyapti, xolos. Lam, ya'ni le yoziladi va o'qiladi. Qamarun al-qamarun. Demak, shunday. Bu yerda rasmda siz oy tasvirlangan tepada oy harflarini ko'rib turibsiz va pastda quyosh harflari. Demak, quyosh harflarida lam o'qilmaydi. Misol uchun, rahmanun, ar-rahmanu, zahratun, az-zahratu. Oy harflarida esa lamni o'qiymiz. Masalan, jazarun, al-jazaru. Demak, bu yerda yana sizga o'sha eslatma, ko'k rangda qamariy harflar va bu yerda jigarrang rangda, demak, shamsiy harflar berilgan. 14tasi qamariy, 14tasi shamsiy harf. Hurmatli talabalar, mavzuni mustahkamlash uchun esa sizga quyidagi savollar taqdim etilyapti. Demak, siz savollarni ekranda ko'rib turibsiz. Shuningdek, mavzuni yanada mustahkamlash uchun adabiyotlar ro'yxati taqdim etilgan. Bu adabiyotlardan foydalangan holda siz bilimingizni pishitsangiz mumkin. Sog' bo'ling.